Assalomu alaykum Bahodir Rus kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 12-fevral Toshkent viloyati Parkent tumani Surxo mahallasidan Olimjon ukamizning xonadonlaridan xudo xolisa birinchi qoringa bo'g'oz g'unajinimiz bor ekan. Do'stlar, shuni video obzorini olib beramiz. Yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biza kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Qani bismillahir-rohmanir-rohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Olimjon ukamiz o'zlaridan olib beramiz. Hormay Olimjon. Keling aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, sog'lik. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum Bahodir obunachilari. Xush kelibsizlar. Bizda sotiladigan bir bosh ukrainka bo'g'oz g'unajinimiz bor edi. Shuni video obzorini qilib beramiz. Keyin sistemni so'raganligi ikkita, bitta erkak, bitta urg'ochi sistemni ham bor. Siz bilan ancha bo'lib qoldi video qilmaganimizga. Hurmatli obunachilar, layklarni bosib turasizlar, chiroyli qilib aylantirib yurg'izib, narxlari bilan yoritib beramiz. Olib chiqavering. Xo'p. Bahodir aka, mana aka g'unajinimiz. Ko'rib bahoni beraversizlar. Mana hurmatli obunachilar. Birinchi qoringa. Mashalloh do'stlar, mana. Bunimiz xudo xolisa ukrainka bu. Ha, ukrainka. Oldingi safar chiqizdik, bir shox sherigi bu ham. Ha, o'shani sherigi. Yo'qqa uzunroq yurg'izib bering. Yoqqa tort. Mana hurmatli obunachilar, Ostlarini olib qo'ying. ostalariga mana ko'rib o'zingizlar bahoni berib qo'yasizlar. Yetuvmi deyman, mana bu xudo xolisa. Xudo xolisa bir 10 kunga borsa kerak bo'lsa, bo'lmasa tug'ib ham qolishi mumkin. Mana shundoq qimirlatib o'sha 10 kunligi bor. Mana vanna yelin do'stlar, so'skalarning oralariga e'tibor berasizlar. Orqa tomonlarida mana baklarni ham ko'rsatib beramiz. Mashalloh do'stlar, mana. Havas qilganlar bittadan laykka bosadigan joy mana do'stlar. Bahodir aka birinchi qoringa xudo xolisa. Mana. Hali naqalari bor. Tishlari ham ikkita. So'z isboti bilan bo'lsin bitta ko'rsatib beraylik va onlaynga ham qiziqadiganlar bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, ikki kurak bo'ldi, qo'yib oldim. Ikki kurak tishini buzgan, rasa vaqtiga kelib qochgan mana. Katta kichkina ko'rinishi mumkin, bo'yini balandliklari. Siz ayting Bahodir aka, ayting. Menga taqqosiz. Bo'yingiz necha? 1.80 bo'yim. Mana shundan hisobini chiqarib olasizlar, kichkina emas do'stlar. Mana. 1.50 kelsa kerak. 1.50 dan kam emas. Hurmatli obunachilar, mana bo'yidan ham hisobidan chiqarib olsanglar bo'ladi. 1.50 qo'yaveraylik baribir. Unaqa buni egallab binarmidi? 1.55 60 bo'lganda mana. 1.50 ga hisobini olaverasizlar hurmatli obunachilar. Mana haqiqiy sut yo'nalishiga aka-ukalarimiz mana bemalol 100% tavsiya bera olamiz mana. Bahodir aka, oldingi safar bir shox chiqizganimizda sutini aytganmiz-da, 28dan 38 gacha bergansan, bitta ikkitasi endi soat tuqqanda bilinadi debdi. Hozir soat 28 oshiq sut beryapti sheriga. Ha, 28 litr beryapti. Oshiq beryapti. Birinchi qoringa. Bu ham xudo xolisa yaxshi beradi. Mana do'stlar, ostalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bak formalariga ham e'tibor berasizlar. Unaqa og'ib qolgan unaqa narsa yo'q. Mana. Xudo xolisa bitta xonadonni gullatadigan variantlari. Yurg'iz uzun yurg'iz. Uzunroq yurg'izavering. Qaytarib bu tarafga orqaga yurg'izib bering mana. Joning sog' bo'lsin. Formalar zo'r xudo xolisa. Tort baq. Bu yoqqa yurg'izam. Mana. Yoqdan kunamiz. Bu tarafga olib o'taylik. Bu yoqdan sal qorong'i bo'lib qoldi mana. Boqini bostirib. Joning sog' bo'lsin. O'ta sifati kuchli, hurmatli obunachilar. Sifati yovvoshliklar o'ta ham zo'r. Bitta ham ko'rsatib bering mana. Oyoq ko'tardi unaqa narsa yo'q. Endi sut yo'nalishida bilasizlar, hurmatli obunachilar, xolisanglar, apparatda xolisanglar qo'lda mana. Anaqasi bor endi. Hali sal borgan o'xshyapti. Ha, mana endi 10 kun, 15 kun nari beri uzoq. To'g'ri qoladi xudo. Bahodir aka, obunachilar kuttirmaymiz, narxini aytib qo'ya qolamiz. Narxini cho'zib o'tirmaymiz. Tars. Nechi pul yopishtirib ayting. 60 tutsak Bahodir aka. 60 million kamini ham qilib berasiz xudo xolisa, bir ishqibozi bo'ladigan bo'lsa. Bahodir aka 60 lar yo'q. Kelishtirib narxini aytaveramiz. Bitta yopishtirib ayting chiqani. 54 million kamini qilib beramiz Bahodir aka. Uni oldi qo'sh narx kerak yo'q. Olaman degan odam ishini bitkazib, xudo xolisa narxlar liboyaqqa solishtirib olaversin. Libo joyda ham bunaqa narxga topish qiyin. Narxi zo'r bo'ldi hurmatli obunachilar. 54 million, 60 ham yo'q mana. 54 million
savdasi bor, xudo xolasa mana. Kami bor Bahodir aka, u unaqa emas. Etilayotgan So'raveradi. puldan Hammasi hech kim etganiga olmaydi, hech kim etganiga sotmaydi. Hurmatli obunachilar, Ol turishini qarang. turuvlariga e'tibor berasizlar. Mana kimgadir puli sifati to'g'ri kelsa, bemalol savdo qilib olasizlar mana. Bahodir Uz kanali gruppamiz bor, lokatsiyalarini tashlab qo'yamiz. Yeb ichish, sog'lik, salomatchilik hamma yoqqa javob Bahodir aka. Bemalol sinab ko'rib olaveradi. Mol yemasa bunaqa bo'lmaydi, badanlari ham o'ta zo'r, xudo olsa. Ancha 2,5 oy bo'lib qoldi-ku yaniga. 2,5 oy bo'ldi kelganiga. Yeb ichish hamma yog'i zo'r. Badani ham o'zi aytib turibdi janoba. Yavoshliklari ham o'ta zo'r. Yemasa ichmasa bunaqa bo'lmaydi mana. Ha, shunaqa. Lekin ostini zo'r sopdi mana. Hali ham xudo olsa, bu ham xalvasi egasini yana xursand qiladi, yana soladigan, orqasi bo'shashib turibdi. Endi boqib yurgan odam biladi. Hali soladi xudo olsa. Mana. Joning sog' bo'lgin mana. Bashliga e'tibor berasizlar. Hammasi kindigi man so'ratdim, buniki endi bunaqa endi boshladi. Kindi ham soladi xudo olsa ular. ular. Sheriklar 10 kun, 15 kunligi bor ekan mana. 54 million qo'yibamiz, onlayn savdoga ham sotamiz. Sotamiz aka. Dastlabki qatgacha qilib bera olamiz. Dastlabkani kelishaveramiz aka. Mol narxini kelsa kelishaveramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Xudo xolasa mana. Hech kim norizo qilib chiqazib olmaymiz, o'rtoqlar. Mana Olimjon o'zlari ham samimiy inson. Bahodir aka, Xudo xolasa ishlarni bitiradi. Narxlari yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'ysin. Aka, chiqatdi ham endi 60 million, 55 million ham deganimiz yo'q. Men 54 million so'm kami bor. Mana. Yana so'raveradi. Narxi zo'r bo'ldi, hurmatli obunachilar. Har tomonlama mana 54 million. Yana savdasi bor. Endi baribir birinchi qorin 8-10 yil maza qilib, sigir qilib foydalansanglar bo'ladigan xonasi mana. Sutlari ham yaxshi beradi Xudo xolasa mana. Lekin bak formalari zo'r. Endi palon litr demaymiz-ku. Xudo xolasa sut yo'nalishiga mana bak ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar. Bo'ylarini ham qarang, jonivar birinchi qoringa. Mana, lekin birinchi qoringa o'ta go'zal. Mana hali oxirgi nuqtasida yana ham osti to'lib vobshe mana. Hurmatli obunachilar, hozirgi holati ham zo'r. Joning sog' bo'lgur. Bu tarafga olib chiqaylik, sal bu yoqda qorong'i chiqib qo'yadi. 54 million qo'ydik, xudo xolasa kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Imkon qadar kelib tepasida ko'rib olishlarini tavsiya beramiz, hurmatli obunachilar. Aka, arzon aytganimga tag'in anaqa deb yotmasin, sog'lommi boshqami deb. Men yaqinroq aytdim, yaqin xudo olsa kelishtirib bitiramiz. Hech qanaqa bir defekti yo'q mol. Yo'q. Maqsad sotish. Kelganinglarda ko'rib olasizlar, hurmatli obunachilar, o'zingiz uchun bir sidirg'i. Mana. Narxi lekin chiroyli bo'ldi, xudo xolasa. Bahodir aka bo'lmasam ko'p cho'zmasdan endi anaqa buzoqlarni ham olib bera qolamiz. Bo'ldi, ketiga ulab chiqazib beramiz, bo'ldi, olib kiravering. Buzoqlarning joyini o'zida ko'rsatib beramiz, bo'ldi, shunaqa qilamiz. Havas qilganlar bittadan like bosamiz, hurmatli obunachilar mana. Hammamizga nasib qilsin do'stlar mana. Ikki bosh buzog'imiz bor. Mana hurmatli obunachilar. Bahodir aka, sizni kanalingizdan chiqizganmiz endi anaqaga ahamiyat berishmaydi. Imkon doirasida mana applikatsiya deb quruqlatib qo'yganmiz. Bu erkak boqchamiz. Necha oylik bo'ldi bu? 2 oydan bugun o'tdi. 11-dekabrda tug'ilgan. Aha. Bu bir shoxqa bolasi. O'sha bir shoxqa bolasi erkak tuqqan buqacha. Meniki dadil bo'lib qoldi, xudo olsa. Boqchi yemlarga ham kirgan. Sutni ham yaxshi ichibdi-da bu. Sut zo'r ichadi. Mana. Bahodir aka, mana mensi, buni so'rg'ovchi. Galishtin sigirimizni bolasi o'zi, Galishtin friz sigirimizni bolasi. Daniyani bolasi ekan. O'zimni eski sigirim, Bahodir aka o'z ko'rgansiz, 30 ta 30 tosh sut beradi, hozir ham onasi. Ikkalasini ham shoxlarini kuydirib qo'yganmiz. Buni sanasi 28-dekabrda tug'ilgan, urg'ochisi. Mana, bu urg'ochi 28-dekabrda tug'ilgan. Shoxlarini kuydirib qo'yganmiz. Lekin bolani ham zo'r berdi mana. O'ta tetik. O'lim xafidan o'tgan, ichki ketdi unaqa narsasi yo'q, bemalol olib boqsanglar bo'ladi. Bahodir aka, bir orqalari ham top-toza. Bellarini ham zo'r sut ichadi, yemlagan chiqirib qoldi-da. Endi qarang, Olimjon, o'zingiz mana baribir tajribadan kelib chiqib, necha litrdan sut beryapsiz? Buzoqlarga necha litrdan berishni tavsiya berasiz? Men hozir shu buzoqlar 2,5 litr oshiqdan ichyapti. 1 idish beraman-da. Aha. Mana. Qolganiga mana yemlarini tayyorlab qo'yganmiz, silos, kipay. O'sha ovqatga ham kirgan, bemalol. Bemalol yeb, ancha tozalab qo'yapti. Mana, qo'rqmasanglar ham bo'ladi, hurmatli obunachilar. Imkoni bo'lsa, bitta bir mahal 1 litrdan qaynagan suv berib tursa, parshoylari bor, qo'shib, ichlari ketmaydi, yaxshi turadi, xudo olsa. Mana.
Yana tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, Olimjonni o'zini nomerini qo'yamiz, bemalol maslahatni beramiz, ha? Ya xudo xohlasa bemalol. Endi Qo'ldan obunachilarni kuttirmagan holatda bularni jupiga sotamizmi? Iloji bo'lsa jupiga sotamiz aka. 50 million 55 million sigir olmayman deganligi xudo xohlasa. Bahodir aka yana bitta narsa, bu o'zimiz sigirim balasi. Mabodo sigir qiladigan bo'lsa ham qaytarib olaverman o'zim buni. Ha, qachondir sotadigan bo'lsa qaytarib olamiz, ha? Mana shu anaqani saqlanib qilib qo'ysam bemalol aytishsa o'zim qaytarib olaman. Mana Ukrainka bu. Galishtin emas bu uzoq. Ahamiyat bersin. Ukrainka mana. E'tibor Yillarini ham oling. Mana. Ukrainka e'tibor berib qo'yasizlar. Galishtinga adashtirib qo'ymaysizlar mana. Xudo xohlasa Bahodir aka buni jupiga yetamiz. Endi chiqyapti hamma har xil narx. Sotadigan qilib qo'yavering chiroyli. Ha, shunaqa. Biz o'zimiz sigirim ballar. 30 29 ham yo'q. 28,5 million so'm kamini qilib beraman Bahodir aka. Jupiga. So'raveradi, olaman deganda ishini bitiramiz xudo xohlasa. Mana buzoqlar ham ancha endi meni oldimda ham oling, endi bo'yini qanchaligini bilmayman-ku, to'kis bo'lib qolganda buzoqlar xudo xohlasa. Ancha ovqatlarga zo'r kirib qolgan. Ikkalasi ham dadil. Mana bitta ham tuyutalatdi, shomanlashga lechenlarni qilib qo'yganman ikkalasiga. Bilamiz, chiroyli, yaxshi ratsionda boqasiz, yaxshi qaraysiz, bilamiz mana. Sog'lom. Hamma narsa bo'lgan. Bir hafta garantiya beramiz. Ya, bemalol aka. Boqib turib, qachondir sotadigan bo'lsanglar, mana shunaqa. Saqlanib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. O'zim qaytarib olaveraman. Olimjonni o'zi qaytarib olaveradi ham mana. Yo, pulim kamroq edi, bittasini olaman desa ham sotaveramizmi? Sotaveramiz Bahodir aka. Mana endi imkon qadar jupiga bo'lsa, yengilroq bo'ladi, hurmatli obunachilar, bilasizlar. Mana. Ikkalasi ham xudo xolasa kelajagi bor, olib boqsanglar yaxshi foydalanadigan. Xudo xolasa Bahodir aka anchani unaqasidan o'tib qolganda bular, o'zimizda ham bo'ldi. Olib kelgan buzoqlarni bitta ham o'lib ham qolaverar ekanda endi 5-10 kunlikda nimaligini bilmaskansiz. Unaqa narsalardan o'tgan xudo xolasa. Qo'rqmasanglar ham bo'ladi, do'stlar. Lekin men bu erkak ham zo'r effekti mana. Ikkalasi ham iloji boricha jupiga, hurmatli obunachilar. Shoxlari kuydirilgan, Bahodir aka aytding. Tayyor ekan, shoxlari kuydirilgan mana. Olib borasizlar, chiroyli ratsionda boqsanglar, xudo xolasa mana. Kunni ko'ryapsizlar, o'tishini, erta hadimi yaxshi g'unachi, yaxshi sigir, yaxshi buqa bo'ladi kelajakda mana. Bu 1,5 oylikdan o'tgan, bu 2 oydan o'tdi bugun. Bu 2 oylikdan o'tdi, bu 1,5 oylikdan o'tgan mana. Tushunmovchiliklar bo'lsa ham telefon qilsa javob beraveramiz Bahodir. Ma'lumotlarni to'liq beramiz, xudo xolasa mana. Olimjon, shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Nima deymiz xalqimiz, obunachilarimizga? Bahodir aka kelishsin, arzon qilib beramiz, hammani o'ydi. Mana shunaqa mollardan ko'payaversin. Sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin, hurmatli obunachilar. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar mana. Shunaqa yaxshi, sifatli mollarni chiqarishga harakat qilamiz. Narxlari yaxshi yoqqan bo'lsa, xudo xolasa qo'llab tursalar, yana mana shunaqa yaxshi mollar chiqarishga harakat qilaveramiz. Joningiz sog' bo'lsin, layklarni bosib, kommentariyada otangga rahmat deb yozib ketasizlar do'stlar mana. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.